Bir kun shunaqa yangi hovlini eshigini ochib, to'g'ri uyga qarab kirib kelaman va uyga qarab aytaman: "Alhamdulillah ya Robbim, shu kunlarga yetkazganingga shukr" deb olib do'stlar, shu videoni ko'rib turgan hammaga, har birimizga va havas qilib kommentariyaga nasib qilsin deb yozib ketgan har bir do'stlarimizga yaqin orada shunaqa go'zal uylarda olib yashashni nasib qilsin. Assalomu alaykum o'zim do'stlarim, hurmatli ekandoshlar. Yaxshi niyatda uy olam deb jatgan bo'lsangiz, ushul variantimizni ko'rib qo'yinglar. O'zina qaraganda o'ta so'nggi ballarda chiqdi. Do'stlar, biz uchurda Qirg'iziston Qorasuv bozorina olis emas yerda joylashgan, aynan Tashilibda sentrida. Video davomida to'liqroq adreslarini va telefon nomerlarini aytamiz. Bugun sizlarga naq 8 sotillik jarayonini 2 qavatli Toshkent stilida zamonbop stilda qurilgan va ichki remontlari 100% ga butgan, ichidagi jihozlari bilan tayyor kelib yashaveradigan hamma sharoitlari bilan o'ta qo'z remontdan chiqqan ushbu 2 qavatli bir imoratimiz, haqiqiy qasr uyimizni ko'rgani keling desak ham bo'ladi. Glavniy birinchi etajni tanishib o'tib girganimizda qo'ldan sirtqari so'l joqdagi открытый holatda kattagina TV zonalarimiz, ya'ni zalimiz joylashgan, remontlariga отдельный e'tibor berib qo'yasizlar. Bu yerda deyarli hamma jihozlar shu yerda qoladi va keta turgan, jana qola turgan narsalarda esi bilan dag'i suylashib olsangizlar bo'ladi ekan. Maşallah do'stlar, haqiqiy ayollarimiz, ejalar qizg'a turgan kuxnyaga отдельный katta razmerlar tashalgan. Har bir xonamizni razmerlari katta, bo'ylari ham keng joylashgan. Kuxni naborlari ham eng oxirgi zamonbop stilda, xolodilniy, panelni xullas ko'ram hamma sharoitlarini tayyor qilib qo'ygan ekan va birinchi etajimizda o'njoqdagi отдельный sanuzel xonamiz, har bir xonalarimiz o'zi sanuzellari va har bir xonalarimizni televizorlargacha o'rnatib hamma sharoitlarni qilib qo'ygan ekan va bu razmerlar katta, raditelskiy cho'ngdordan spalniy bo'lmasi ekan. Do'stlar, haqiqatda ham havas qilsang, havas qilganda juda ham zo'r ekan. Bu videoda oxirigacha ko'rib turlar, pullari ham o'zi o'zina qaraganda o'ta so'nggi ballarda chiqdi. Bu spalniy xonamizni отдельный sanuzeli bo'lsa, boyaqilar sizlarga общийni ko'rsatib o'tdim. Ikkinchi etajimizda ham har bir komnatalarning o'zini sanuzel komnatalari, ya'ni xonalari joy tashalgan ekan va uyimizni so'l tarafidagi razmerlar katta, qo'noqtorda guzaytiruvchi. Bu ayollardan, ya'ni mehmonxonasi bo'lsa, u darvozadan kiraverishimizda отдельный mana erkaklarni mehmonxonalarni qilib qo'ygan ekan. Do'stlar, yashayman degan do'stlarimizga hammamizga ham shunaqa go'zal uylarni olib yashashni nasib qilsin va mana bunday aylanma holatda, deravyanniy holatda chiroyli zinapoyalarimizdan ikkinchi qavatga chiqqanimizda 4 ta eshigimiz bizni kutib oladi. Ya'ni 4 ta spalniy xonamiz, so'l joqdagi birinchi detskiy bo'lma joylashgan. Bunidagi отдельный sanuzel xonasi, hojatxonasi hamma sharoitlari qilingan. So'l tarafdagi ham raditelskiy dag'i bir spalniy bo'lma joylashgan. Bu joqda dag'i geta turgan, jana qola turgan narsalarni esmini suylashib olasizlar. Bu joqda отдельный o'zini sanuzel bo'lmasi joylashgan. Hamma sharoitlari qilingan. Zalovdan o'njoqqa bosganimizda bu yerda razmerlar katta, bir spalniy xona qilsa ham bo'ladi, qo'noqtorni guzaytiruvchi mehmonxona qilsa ham bo'ladi. Buni отдельный o'zini garderob bo'lmalari ko'rtasa, bu yerda parova ataplarni qaralgan. Uyimiz aylanasiga har bir xonamiz to'pli bo'lib qilingan va birinchi etajimizda parova ataplarni skrit holatda qilingan ekan va o'njoqdagi dag'i bir so'ng remontdan chiqqan, mana ko'rtasizlar, haqiqatda ham bir go'zal stilda qilingan. Ushbu dag'i bir spalniy xonamizga mo'ljallangan отдельный o'zini balkonlari bilan. Mana bu hovliga qaragan mana balkonlarimiz ham bor ekan. Juda ham did bilan zamonaviy stillarda qilingan. Ushbu uyimizni ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. отдельный o'zini ko'rsating, garderobni bo'lmalari joylashgan ekan. Xo'p, endi baholarini ko'p kutirmasdan shu yerda aytib qo'yaman do'stlar. Uyga qiziqqan do'stlarimizga uyning bahosi do'stlar 290 ming dollar. Muavin operatorim 300 qanchalar? Yo'q, do'stlar, mana 290 ming dollar aytilish bahosi. Dag'i sizlar uchun yaxshigina kamlari bor. Abmen jo'ldori to'lqagina shu yaxshi zamonaviy Qorasuvda bo'lsa ham yangi domlar, aslida O'shshoqdagi kvartira, batur uylar yaxshisi bo'lsa, abmen yo'llari ham bor ekan. Qiziqanlarga esim nomerlarini aytaylik: 0998 00 60 66. Dag'i bir nomerlari 0990 21 11 79. Do'stlar, shu nomerlarga kengroq qayrilib 290 ming dollar aytilish bahosidan dag'i kamlarini so'rab olasizlar. Hozir aytasiz. Endi bunaqa katta hovlilarga nimaga o'choqlar yo'q ekan desam, do'stlar, 8 sotillik hisobidan shunaqa umumiy proyektlar bilan uyimizni har ikki tomondan o'tsa bo'ladigan orqa hovli tomonlari ham bor ekan. Bu tomonimizda zamonaviy stilda qilingan shunaqa yangi o'choqxonalari, hojatxona va qo'shimcha ombor xonalari orqa tomonda joylashgan ekan. Mana bu zeleniy zonalarga ham zo'r joy ajratib, uyimizni faqatgina tashqi fasadlarini yasagana ulgurmay qo'ygan ekan. Yaxshi niyatlarda yashayman deb solishgan, bir ma'lum sabablarga ko'ra sotilish kerak bo'lib qolibdi.
esim aytim bo'yicha dokumentlari o'zimning nomimda ham yo'g'i zo'r deyapti. Dag'i bir sira kelib o'zingizlar tekshirib olasizlar. Uyimizni kira olish sol tarafida sizlarga aytib o'tgan erkaklarga atdelniy zo'r proyektlar bilan chiroyli remontlar bilan mehmonxonamiz joylashgan. Razmerlar katta. Mana bu tomonda esa mehmonxonamizni podval qismlariga tushib ketish xotlari bor ekan. Bu yerda juda ham katta ohotda podvallargacha qilib qo'ygan ekan. Bu endi hojatxonamiz bo'lyapti. Do'stlar, uyimizga nima deysizlar? Endi adreslariga keladigan bo'lsak, Elesiyatkilar Qorasuv bozori Omad svetofordan o'zganda yo'lini ko'zlab borajatib, yo'lning so'l tarafida partner zapravkamizdan aynan tashrif aylimizga tushib kelganimizda yo'lning o'ng tarafida bilasizlar Alato Plaza, ya'ni Asel kafemiz joylashgan va Asel kafedan o'tib bilan o'ng qo'lga birinchi ko'chamizga burilib asfalt ko'chadan bitta yo'ldan to'g'ri tushib kelsanglar, aynan yo'limiz T bo'lib ushbu go'zal uyimizga to'g'ri kelib qolasiz. Aynan lokatsiya bo'yicha Nishonov ko'chasi 27-xonadonimizga yozsanglar, aynan ushbu uyimizga T bo'lib to'xtaysizlar. Asfalt ko'chalar chiqqanimizda tashrifda Center Glavniy trassasiga chiqib olasizlar ekan. Chiqqanimizda Alato Plaza, Asel kafelarimiz joylashgan. Xullas kelam do'stlar, osh kamlarini, dokumentlarini hamma yo'g'ini aytilgan telefon nomerlariga zvonok qilib, yana 290 ming dollardan kamini so'rab olinglar. Do'stlar, menimcha juda ham yaxshi variant, puli borlar, uy olamanda yurgan do'stlarimiz va shu qatori sizlarga, bizga o'xshagan do'stlarimizga ham hammamizga ham nasib qilsin do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.